Dunyodagi eng boy 5 ta oila haqida bilarmidingiz? Videoda dunyodagi eng boy bo'lgan 5 ta oila haqida gaplashamiz. Birinchi, Walton oilasi, AQSh. Walton supermarketi egasi, boyligi 250 milliard dollar. Ikkinchisi, Mars oilasi, AQSh va Global. Mars shokoladlari kompaniyasi egasi, boyligi 150 milliard dollar. Uchinchisi, Koch kompaniyasi oilasi 120 milliard dollar. To'rtinchisi, Al Saud Saudiya Arabiya qirollik oilasi, boyligi 100 milliard dollar. Beshinchisi, Ambani oilasi, Hindiston Reliance Industries kompaniyasi, boyligi 90 milliard dollar. Do'stlar, shunaqa real va jaydari kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta Ilham DXP ga follow qilib qo'yamiz bolalar. Hammaga omad.